Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Men Yigitali Fumidjon Padrali o'g'li, shifokor neyroxirurg vertebrologman. Hozirgi kunda o'z faoliyatim davomida quyidagi kasallar bilan murojaat qilib kelgan bemorlarga yordam berib kelmoqdamiz. Xususan umurtqa pog'onasi kasalliklari, disk cho'ralari ya'ni grijalar, qolaversa bosh va orqa miya kasalliklari, uch shoxli nerv nevralgiyasi, bosh og'rig'i, qo'l oyoqlardagi og'riqlar va uvishishlar bilan murojaat qilib kelgan bemorlarga yordam berib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda o'z faoliyatimizni Medico klinikasida davom ettirmoqdamiz. Siz va yaqinlaringizda shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishlaring mumkin. Biz sizlarga yordam berishdan hamisha mamnunmiz.